bizga ko'plab savollar murojaat qilishadi. Bularning bittasiga javob bermoqchiman. Sababi bu savol eng ko'p berilgan savol. Ya'ni ayollardagi gormonal o'zgarishlar nima hisobiga yuzaga keladi? O'zi ayollardagi gormonal buzilishlar ayol organizmidagi estrogen, progesteron, testosteron hamda prolaktin miqdorini ko'payishi va kamayishi hisobiga yuzaga keladi. Buni asosiy keltirib chiqaradigan sabablarni aytadigan bo'lsak, birinchi o'rinda jismoniy zo'riqish va stress. Bundan tashqari irsiy va genetik omillar ham ta'sir qiladi. Dori vositalari, kontraseptivlar va boshqa dori vositalarini o'z boshimchalik bilan qabul qilish ham bunga gormonal buzilishlarga sabab bo'ladi. Eng ko'p uchraydigani uyqusizlik va kam harakatli va tana vazni ortishi. Bundan tashqari endokrin, ya'ni bizdagi bo'qoq bezi, ya'ni qalqonsimon bezli gormonlarning o'zgarishi ham jinsiy a'zolar gormonlariga bevosita ta'sir qiladi. Shuning uchun agar gormonal o'zgarishlar kuzatilayotgan bo'lsa yoki gormonal o'zgarishlar kuzatilayotganini belgilari kuzatilayotgan bo'lsa, sizda bizga murojaat qilishingiz mumkin. Biz sizga qisqa vaqt ichida bu gormonal o'zgarishlarni aniqlab va bunga davo muolajasini qo'llaymiz. Chunki gormonal o'zgarishlar organizmda homilador bo'la olmasligiga yoki hayzni kelmasligiga eng ko'p uchrayib turadi.